qada. 4-stepeni ojireniya. Oxirgi 1 yillikda endokrinologlar tomonidan berilgan gormon preparatli ichgan. Metfogama ming dozadan 2 mahaldan ichilgan. Undan tashqari nevropatolog tomonidan uxlatuvchi, tinchlantiruvchi, psixotropniy dorilar, uyqusizlik, bezovtalik, xavotir, vahimani hisobiga nevropatologlar bularga psixotropniy, tinchlantiruvchi, uxlatuvchi 3 xil dori berishgan. Uni hisobiga yana organizmda qo'zg'alish, возбуждение deydi, oyoq qo'llarda og'riq, oyoq qo'l muzlash, asabiylik, oxirgi paytda faqat отдышка ketyapti, nafas yo'llari siqishi. Umuman kechqurun uyqusizlik, rejim yo'qligini hisobiga mana shu holatga kelib qolgan mijozi holatda. Bu yerda hozir noto'g'ri hayot tarzi, undan tashqari juda ham ko'p gormon preparatlar ichilgan, charchoq, kechki smenada ishlash, kunduz kuni uxlash, rejim o'zgarganligini hisobiga organizmda o'sha ojireniya boshlangan. Plus ruhiy holati baribir hisobga olinadi, ozgina qo'rquvlar, xavotir, fobiya holatlari bo'lyapti. Bu narsalarning sababi birinchi navbatda jigardagi qurt. Shu kungacha umuman parazitarka qilinmagan 28 yil ichida umuman qurtligili